Hurmatli obunachilar, bugungi sotiladigan joyimiz Kulolloning to'yxonasi. Bek to'yxonani hamma biladi. Umumiy maydoni 11 sotiqqa yaqin ekan. Bu yerda yuvgani, qo'l yuvgani, suv hamma yo'q joyida ekan. Suv svetdan muammosi yo'q, gaz yo'q lekin. Kirib kelganimizda mana qilib chiroyli qo'yishgan joylarini. Mana tepalari yopilgan. Xonalari shetda o'zida ofisi bilan 14 ta xonasi bor ekan. Где-то to'y qilaman deganlarga ham 500 ga yaqin o'tiradigan joylari bor ekan. Idish-tovoqlarni ham o'sha Xitoydagi chinnilarni rosa qimmatidan qilishgan ekan. Orqa tomonda moyka uchun, keyin oshpazlar uchun joylari mavjud. Hozir ko'rsatamiz ularni ham. Olgan odam mazza qiladi. Dokument, hujjatlardan vobshe muammosi yo'q. Qaranglar, to'yxona qilaman deganlarga tayyor proyekt keladi. Kerak bo'lsa kuniga to'ylar bor mana hozir sezonda. Hamma uylarini chiroyli qilib aboylar tortib, chiroyli qilib qo'yishgan. Mana xonalari. Mana chiroyli qilib aboylar yopishtirib, komfort qilib qo'yishgan. Xohlasanglar, to'yxona qilib yurgizinglar, bo'lmasam choyxona, farqi yo'q. Lekin o'sha zo'r qilib qo'ygan hamma yog'ini. Agar buni realni bitta narsani aytaymi? Bitga sarflagan, rosa qattiq sarflagan, lekin puliga stoyat. Hozir qo'ygan puli vobshe stoyat. Mana bu tomonda o'sha salat-palat qiladigan joylari, mana bu tomonda xonasi bor. Bu orqa tomoni, mana bu tomonda hojatxonasi bor. Mana bu yerda ham bitta xonasi bor, haligi aytganimiz. Mana bu tomonda povrlarga qozonxona, mana basseynda bor, suv tayyor, suvga. Bitta narsani aytaman, olgan odam mazza qiladi. Nimaga? Kerak bo'lsa bu joyda 200 ming qo'yib turib sotadigan xonasini biz kelib turib akalar bilan talashib, rosa talashib, realni 155 ming qilib qo'ydik. Yana tushadigan xonasi bor. Bizning kanaldan kelsanglar, 24 soat reklamadan keldim desanglar, bo'ldi. Xudo xolasa kamaytirib berishadi. Yana bir marta qaytaraman. Suv, svet bor, gaz yo'q bu joyda. Hamma yog'ini komfort qilib, mana ofisini ham qaranglar-da. Ofislarni ham chiroyli qilib bunaqa shinam qilib qo'yishgan, zo'r qilib. Kanalimizga obuna bo'lib qolinglar. Hali zo'r joylarda qo'yib boramiz. Mana bugun o'zida 4 ta, 3 ta hovli, bitta to'yxonamiz bor. Maqtanish emas, qo'yib boramiz, kuzatib boringlar. Mana bu joyimizda ham choy-poy qo'ygani, qozonga yana отдельный joy bor ekan. Muhimini sizlarga aytaman. Realni o'zlaring aldasaman, mana o'zlaring qaranglar, kartisasini Xitoyda idish-tovoqlarni to'ldirib tashashgan. Rosa qimmatbaho narsalarni olib ishlatyapti. Bu yerda to'yxona ekan-u deb turib, arzon narsa olib kelib qo'ygan joyi yo'q, qaranglar yaxshilab. Idish-tovoqlarini polniy o'sha narsalarning o'ziga 10 ming dollar ketgan ekan. Kimga kerak bo'lsa, to'yxonamiz xudo xolasa pastda raqamlar qoldiryapman, bemalol aloqaga chiqib baraka qilishingiz mumkin. Kim olsa ham har doim aytaman, nasib qilsin.